Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq muajirat yashayotgan Uyg'ur, Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlar. Men Bilal Ibrahim Turkistoniy. Xili bo'lgan biz bu naq maydon qilmag'ili. Men ba'zi bir muhim nuqtalar bo'lgan vaqtda davomli naq maydon qildim. Maqatim xili uzrab ketdi. Bugun alhamdulillah men ba'zi bir menga kelgan ba'zi bir ishlarni kang xalq jamoatiga muajirat yashayotgan butun Uyg'urlarning bilib qilish uchun ma'naq maydoni beryapman qarindoshlar. Bugun Umar Qanotning ayoli Madina Bovdun mening masjidimga kelib, mishada jidal chiqarib, buni deb ba'zi yaxshi bo'lmagan gaplar bilan haqoratlab ketdi. Men qo'llab chiqardim, men nayvasanman, men yo'qlab ko'zimdim deb. Ondan keyin bizning ofisdagi prezidentimizga uni buni deb gapni qildi. Qilgandan keyin men ular bilan o'z bilan so'zlashdim. Ofisdagilarga men deydigan gapning hammani asosan aniq deb bularga qilib qo'ydim. Bu Madina Bovdun saqchi chaqirman, u bu deb ketdi. Men o'ziga degan, men chaqirgan saqchini shu saqchi bilan men o'zim gaplashaman deb. Men qarindoshlar buni asli demaydigan, lekin Amerika tarixida men kelgandan 2011dan boshlab hozirgacha menga bo'layotgan ziyonkashlikning qanday bo'lganligini nurg'un qarindoshlar bildi. Men bilmayman kimlarning qilganini. Bugun bu Madina Bovdunninki qallashib oldimi yo nima bo'ldi kep menga esildi-da bugun. Birinci bu seninki Madina Bovdun. Men asli ayollarni odatda sallab gap qilmayman. Lekin bu kaplam assalomu alaykum demaylar, adabsizlik qilib, nayt tarbiyasizga, axloqsiz. Buningki qanday tarbiyasiz, axloqsiz ekanligini bugun nayt yaxshi tunib yetdik. Bular bilan men chunki kelgandan keyin badi keldimmi qilmayman. Bularning o'ldirgim bormagan. Ko'rsam balkim assalomu alaykum deb salom qilgan bo'lishim mumkin, har qanday Uyg'ur salomim bor. Lekin bugun kichik qiz bilan ketgan, qizini birim demayman chunki narshida qiz. Qo'liga telefon nomerini ko'tarib olibdi. Meni video qilib balkim chiqargandi. Chiqas uningda mening ishim yo'q. Qizg'arib qaraydi, telefonimni akalamni bu deb. Men o telefonni nimaga olmadim hech qanday narsaga, chunki bugun tamoq etib, undan keyin men qozon qo'mishlarni yuvib, endi chiqib bo'lsam, usli kirdi bu ayol. Şundan şu yerda varitan bo'ldi. Masjiddagilar bizningki prezidentimiz chiqdi, nima bo'ldi? Bilal bu dedi. Menda ahvol dedim. Vaqirab bu qilib bir gaplarni dedi ham bu gaplarni berib o'tamayman. Keyin men qo'g'latdim, men nayvasam ba yo'qol ko'zimdan deb. Men sana deb qo'yay, Madina Bovdun. Birinchi seninki mening ish o'rnimga kelib jidal chiqarishingning o'zi bir qonunsizlik ma birinchi yaxshi angla. Ikkinchisi seninki dadim Shveysariya yashayotgan Tug'liq Hamid bo'lsa, shuningga berib isilsa, Shveysariyaga qulog'ida pasport olgandan keyin, eron bilan ishlangandan keyin biletni olib, shuningga deysa, kap menga isilmaysa. O Tug'liq Hamid meningki Facebook'imninki do'stligida bo'lsa, men xohlasam, kimninkini xohlasam share qilaman, chiqiraman. Bu Facebook meningki. Haqqasing menga ichib bakamatdan, sen ichib bakamatdan menga Facebook ne? Sen onu deydi ekansan, bunu deydi ekansan, sen kim olmoq bunday deydigan? Sen ayol kishi bo'lgandan keyin o'zingning haddini bilib yurmasan deb qo'yay. Sen xiyolingda saq chaqasam, yana bir nima qilsam, opirib digina qo'lingdan kelsa, FBI'ga chaqamsa, CIA'ni chaqirib kelamsa, kim chaqirib kelsan-ki? Men bormi shu yerda. Mana bütün muajirat Uyg'urlar hammalar anglanglar, bilinglar mani. Biz mustaqilchilarga qilayotgan to'zaq, qiltaq, putlayotgan, keyindan palchib qatgan ishlar 20 necha yildan yoqqa to'xtab qolgani yo'q, hala bugunga qadar. Sening dading Tug'liq Hamid bo'lsa, berib shuni izlamamsa, menga Tug'liqni deb deb. Men nega san deb berganman Tug'liqni? Tug'liq degan shu Shveysariya, Stokgolmda yashaydi. 6-7 oydan yoqqa namoyish qilayotgan shu. Nuri Turkanlarga desam, o'sha tipirdi telefon nomerini. Sen bir ay kelib menga esilsang, men sana deb berdi ekanman. Sen kim bilan dading shuni berib esilmamsa,
Qanday degan nima o tarbiyasiz. Sen saqchi chaqirman, aqilman, ko'qilman deb bugun sen menga tahdid xarakterli bir gaplarni qilding men deb qo'yaman. Mening ma ish o'rnimda saqchini chaqirishga eng huquqli odam men. Chunki men bu yerning xizmatchisi. Sening bu yerga kelib men uni buni deydigan yoki bu deydigan hech qanday haqqim yo'q men sana deb qo'yibdimmi? Eshak kuching yetmas urtuqimni deb to'g'la qametdan olamagan dadanglarni kelib mendan olmoqchiman. Xiyolinglarda qilsang biz buni arz qilsak, opirib solaydi, saqchiqni qilsak opirib tutadi, yana birim qildi, buni izlaydigini qildigan odam yo'q, so'rig'i yo'q buningki. U deb o'ylab qolishdingmi? Uxlab tushing. Birinchi meningki egam Allah. Ikkinchi Amerika hukumati. Uchinchi muhojiratdagi butun Sharq Turkistondanki mustaqilligini xohlaydigan, umid qildigan vatanimizni Xitoyni qo'g'lab chiqiramiz, yangi bir davlat quramiz, mishada davlat qurib yashaymiz deb qilayotgan insonlar egi chiqadi bizga inshaalloh. Allah taşvatmaydı. Sana dadın to'g'ri qamat bo'lgandan keyin, yo'ldashing bilan berib shuni izla. Sen usib kelib bu yerda uni buni deb menga do'q qilib, uni og'zini kelgan gap bilan yana birini qilsam, bugun men sana yaqinda men yo'qalar ko'zimdan deb qo'g'lab chiqaryaptim shu masjiddan. Sen xiyolingda bu ishlar qilsam qo'rqib ketdi, Bilal Ibrohim Turkistoni. Yana bir nima bu deb o'ylab qolganmisiz? Qo'lqonni dong tutibinglar. Seninki birinchi mening ish o'rnimga kelib, jidal chiqirib, bu yerda sen xiyolingda o'ylab qolgan bo'lishing mumkin. Bilal Ibrohim Turkistonininki e'tiborini tushiramiz. Mening e'tiborim tushmaydi, alhamdulillah. O'zinglarni rasolashtirsizlar, bu birinchi. Ikkinchi, sening dading to'g'ri qamat bo'lgandan keyin shuni topsan, shuningga telefon qilsan, shuni izlaysan. Bana tipirsa, benim de tipirdi ekanman ona. Bu Facebook meningki xalqan adamning narsasini share qilma, paylaşma, chiqirma. To'g'ri ko'rganimga inkos yozma, to'g'ri ko'rganimga yozmayman, xohlasam yutma, xohlasam o'chiraytma. Bu Facebook shirkati siningmati. Facebook shirkatini sen qurganmisan. Bu bir. To'rtinchisi sen saqchi chaqirman, saqchini olib kelaman, olib kel saqchingni. Saqchinglar bilan gaplashaman. Yana bir gap, agar mishaga yana bir qatim shunday gap, yana shunday qiliqsizlik qilib, axloqsizlik qilib, tarbiyasizlik qilib, yana bir qatim qildigan ishing bo'lib qolsa, saqchini men chaqiraman. Men deb qo'yay. Kim saqchi chaqirdi shu vaqtda? Ko'rpaqlar. Qarindoshlar, men 2011-yili Amerikaga kelgan. Hozirgacha 10 yildan yashayapman Amerikada. Men Amerikadagi hech qanday bir Uyg'urga ziyonkashlik qilmadim. Men deb qo'yay. Butun Uyg'urlar bilib qilinglar meni. Bularning har qanday ish bo'lsa men yordam qilsam qildimki, yomonlik qilmadim. Oldin qaytdim men deb o'tdim. 5-6 oydan oldin 8-oyda. Bundan keyin men naq maydon qilmadim, 5-6 oy bo'lib qoldi. Chunki ba'zi bir ishlar bilan yo'qolib ketganim yo'q. O'zimningki ba'zi bir ishlar bilan, undan keyin jamoat nomiyadagi ishlar bilan, bolalar bilan u bo'lib chiqib bo'lmadim. Lekin bugun manda qilqindak bir nachar, axloqsizlik, tarbiyasizlik, zulm xarakterdagi bir narsa bo'lganligi uchun men meni ishimga sig'dirolmay da'vatimga qarindoshlar. Ma'lum bilib qilinglar. Amerikadagi Uyg'urlar 10 mingdan ortiq Uyg'ur var Amerikada. Digina qaysingninki ishini qilib bermadim, qaysingning bir narsani qilmadim. Birasini menga o'tkazib qo'ydingmi? Mening o'tib qoldiki, sizlarning menga o'tib qolgani yo'q. Hammanglarga asosan yaxshi muomala qilib keldim, hammanglarga asosan qo'limdan kelganini qilib keldim. Bugun bu Ömer Qanatning ayoli Madina Bog'dum degan ayol kelib o'sha masjidda nomus qilmasdan o'shunda jidal chiqarib ketdi. Ma'ni bilib qilinglar qarindoshlar. Tig'i ma'ni nomus qilmay, sen tig'i bir imommasan, qarab baqa chiroyingga, sen chiroyingda nur degan narsa yo'q, u bu deydi. Bo'pti.
Mening chiroyimda nur yo'qki. Sening chiroyingda nur bormi? Ey, sening chiroyingda nur bormi? Men qandalım so'g'a Allohdan qo'rqmayman. Men vatanimni, millatimni sotmadim, xalqimni sotmadim. Men xalqimni indigenous people qilmadim, men Uyg'ur xalqini. Tushundingmi? Men ber. Ikkinchisi, men 5 vaqt namoz o'qiyman kunda. 5 qitim tahorat qilaman. Sen o'qamsan? Chiroyingda nur degan narsaga qarab baqay, bu deydi. Sening chiroyingda nur bormi? Mening chiroyimniki milliondan nurniki 1%, 0,1 milliondan 1% sana ba'si borga Xudoyim. Xo'shusan bo'ladi. Payg'ambarning hadisi var. Har bir musulmon har qitim tahorat olganda, yuzini yuvganda bir qitim nurlundi deydi. Biz 5 qitim yuyamiz, alhamdulillah. Numus qilma shu gapni qilding sen bugun. Numus bormi sen haqda, haqasında? Axloqsiz qilishsan, kep bekep men bilan nima qilsang, dading tug'liq Hamid bo'lsa, Shveysariya Stockholmniki. Shuning bilan deya shuni. Aldırmasan ama 5. ayda kildi aldığımızda. Amerika'da ko'rasanglar buldu. Endi qo'p, mana islatamsa, ishak kuching yo'qmisa o'rtoqimni deb. Ya, men Amerikadagi Uyg'urlar, men kallanglarni ichinglar, uyqunglarni ichinglar. Bizga menda to'kmat, bizga menda zulm qilayotgan insonlar bor, men deb qo'yay. Sizlar cho'g'anda, sen cho'g'anda imom degan haqni so'zlamaydigan, haqning oldi sustigan, ko'z yumadigan, ashunda bo'lsa undan keyin chiroyim nurlandi ekanda. Tavba qildim Xudoyim, la havla va la quvvata illa billah. Inshaalloh Amerikadagi menga ziyonkashlik qilayotgan, butun dunyoga ziyonkashlik qilayotgan insonlar qulonlardan kelganini qilinglar. CIA'ga berib chaqay Amerikadagi. FBI'ga chaqay. FBI bilan mening kontakt nimam bor. Chaqay. Saqchiga chaqay. Arz qilay. Bütün dünyadaki Uygur'un qo'zg'ilib ketmaganini men bir ko'ray. Mening qo'limga qo'yilsinlar, men turmaga kirganda men yatim yashadim. Lekin bütün dünyadaki Uygur'ninki qo'zg'ilib, sizlarning rasvoligini men bir ko'ray. Inshaalloh. Alloh bilan qasamki. Uqsimu billahi azim. Mushkunning bo'lmaydiganiga hech qaysin garantiya beraman sen deb qo'yay. Bütün dünyadaki Uygur qo'zg'ilib, rasvo qildi qasini men deb qo'yay. Sen xiyolingda shuni qilsam, Bilal Ibrohim Turkistonni qo'qab ketdi, yana bir bo'lib ketdi deb o'ylab qoldingmi? Hech qaysidan qo'rqmayman men sendan qo'yay. Alloh va Allohning rasuli buyurgan, Alloh va Allohning rasulidan qo'rqmayman inshaalloh. Qulog'ning kelganini qilish. Ilm qotsa, undan chilning yoqi chaqmagan yerin qolmadi. Ha. Yamanikasiga yaqinmaysan, tukirib o'tsan, yoki mustillab bo'lib o'tsan, qo'ngimizdan qirib kelib qolmaydi men deb qo'yay. Bugun Madina Bovdum Ömer Qanatning ayoli hozir 12 oldu demeydi. 7-8 saatni oldira 4:30 atrofida Amerika vaqti 4:30. Shu vaqtda mening masjidimga kelib, mishada qilmagan sachlikni qilib ketdi. Buningga bizningki masjidningki prezidenti doktor Faruq Muguva men deb qo'yay. Sizlarning dadinglar boshqa odamlar bo'lsa, kelib meni sizlardinglar. Ben Tug'liq Hamidning narsasini she'r qilamdim, Zumrat Tursunninkini qilamdim, Zumrat Davudninkini qilamdim, Akram Ismoilninkini qilamdim. Kimninkini qilsam, bu o'zimning ixtiyori. Sizlarni xohlagan olimlarnikini qilsizlar-ku, she'r qilsizlar-ku. Men o'zimningki doirasidagi mustaqilchilarningki narsalarini she'r qildim, inkos yozdim. To'g'risi to'g'ri deymiz, xatosi xato deymiz. Har qandayga xatog'imi to'g'ri, to'g'rimi to'g'ri. U bu deb biz ko'tarmachilik, bo'doqchilik qilmaymiz bu yerda. Haqning tarafdori biz inshaalloh. Mani bilib qo'yinglar, muhojiratdagi Uyg'urlar, muhojiratdagi musulmonlar. Sen qulonning kelganini qila, Madina Bovdum. Qiliqsizlik qilma, menda sallamay gap qil. Deb men sana chiroyli gap qilsam, sendek nimani u bu deb ketdim. Men odatda ayol kishini sallamaydim. Shuni sen deb turib gap qo'yaman. Men jalla yayinimni sen deb turib beryapman sana. Uqdingmi? Buningdan kimni ko'rsam sallab turib gap qilaman sana. Sen xiyolingni deb o'ylab qolganda. Qulonning kelganini qila. Men ko'rib boqay shuni.
To'g'li Hamidning oldiga beringlar. Stokholmda yashaydi, Shvetsiyada. Shuni qishig'i beringlar. Dadanglar bo'lsa, Zumrat Tursunning oldiga beringlar. Ha. Yana boshqalarning oldiga beringlar, Anvar Turanining oldiga beringlar. Sening dadang men bilan miti? Isildiga odam topmay kelib, menga isildingmi? O men xohlamayman qasingni. Uqdingmi? Isilib olay desangmi, bekaga isilib qo'yay desam, men xohlamayman, menga yiroq turdi. Shuni qo'g'lab chiqaratdim degan, menga yo'qlay ko'zimdan, ko'rinmaydi. Tug'im meni, sen mushog'lingni imomma, sen hammasini tullaysan bu. Bizning Sharq Turkistonlik Uyg'ur musulmonlarininki mustaqilligiga, davlat qurishiga kim to'sqinlik qildi-ki? Tullaymiz vaqti kelganda. Boshqa millatlar olgansa Alloh bir-birini qilibdi. Ma Uyg'ur millati yanimi rayimda nayt kechirimchan bo'lg'achqa, yuvash bo'lg'achqa, bo'pti deb turyapti. Aqasingni meni Mollopova ko'rib qolganmisan? Nima qilmay. Sen meni abdanglab tursan, degan 4 turli ishni qilding. Birinchisi, mening ish o'rnimga kelib jidal chiqarib, satlashib ketding, bu bir qonunsizlik bu. Sen mening ish o'rnimda buni qilish huquqing yo'q birinchi. Ikkinchi, sening dadang men emas, To'g'li Hamid bo'lgan ekan, To'g'li Hamidni izda, kelib menga isilma. Shvetsiyada Stokholmda yashaydigan Altaynak namoyish qilib ota-onasining ishini yana bir munda. Shuning qishig'i bor. Uchinchisi, sen Facebookda mushlarning og'aynankan, do'stingkan, sen hambahirlaydigansan, yozdigansan, tullaydigansan, o'qildigansan, bo'qildigansan. Facebook shirkati seningmi? Sendan so'rab boqay. Facebook shirkatini seningmi? Sen ochganmi? Bu Facebookni sen menga ichib berganmi? Facebook mening o'zimning shaxsiy akkauntim. Men xohlagan insonnikini paylaşman, hambahirlayman, share qilman. Xohlasam yozaman inkas, xohlasam o'chirman, xohlasam chiqirman, xohlasam nim qilgimga shuni qilman. Bu. To'rtinchisi, men saqchi boshlab kelman. Boshlab kel shu saqchingni. Sen menga taqdiq atamsan? Taqdiq atamsan sen menga? Sen menga taqdiq atamsan, namus qilmay? Ey! Devang minget, galdı guldum, sen menga taqdiq atamsan? Menga? Seni kim evatdi mening oldimga? Shuni digina, kim evatdi? Seni mening oldimga. Mushna dadab. Kim evatdi? Bu bir. Bu qitim yana kelib qolsang mening masjidimga. 911 ga kim telefon qildi, men senga aytib qo'yay. Men senga degan joq yaqinida men yo'qol ko'zimdan deb qo'g'lab chiqaryaptim seni. Tushundingmi? Saqchiga telefon, saqchi boshlab keldim. Boshlab kel shu saqchingni men gaplashaman. Menmi chaqiraman saqchini? Bu qitim sen kelib qolsang, saqchini men chaqiraman. Ammo mening xizmat o'rnim bu. Men turibotgan yer. Kimning huquqi bekerak ishlaydi? Shuni men senga ko'rsatib qo'yay. Sen şu alanda imamma, senin çırayında nur degan narsa bormi qarab baqay, çıraying bo'lib ketganiga u bu deydi. Ha, mening çırayimda saqal burtim bor mana. Uyg'ur o'g'ashdan menga saqal bur chiqdi. Musulmon bo'g'ashqa bizning çırayimizning nuri bor. Mening çırayimdagi million abay dedim-ku, milliondan nurninki milliondan birisini bormi senda? Adam degan o'zimda bir chimdab qo'yib, bir yerlarni uningkin boshqalarni deydi, juma, men deb qo'yay. Ayol kishgan sen sana shuncha deb qo'yay. Haddingni bilib, o'zingni bilib yurma sen deb qo'yay. Hozirgacha men Amerikadagi bir ayolni sallab boqmagan, bizningki Uyg'urlarimizdan kim bo'lsin. Sen tunji sen deb qo'yay. Menga haqorat qilgan, meni bir nima qilgan, meni sallagan insonni men sallayman, sizlagan insonni sizlayman. Bu mening o'zimningki tutgan yo'lim bu. Bugun sizning o'sha kelib, mening masjidimda jidal chiqarg'ning, uningdan keyin men islig'ning, buning hammasi qonunsizlik, buning hammasi xato ish. Uningdan keyin sen menga saq chaqirmayay, aqilmayay, ko'p qilmayay deb aytib, elaqa aqmaydigan bir gaplar bilan qo'qaq saqanda ko'p qoldim. O qo'qaqlaringdan qo'rqib qolmayman, juma men sanglab qo'y, Madina bobudan meni anglab qo'y. Qo'linglardan kelsa, shu Bidenni chaqiringlar, uningdan keyin FBI'ni chaqiringlar, CIA'ni chaqiringlar. Meni olib sulusun. Deyish baqili. Live qilamiz. Kamera ochamiz. Butun dunyodagi insonlar, butun dunyodagi Uyg'urlar ko'rsin shuni. Sen acaba qiliqsizlik qilib ketding-a bugunga? Kichik qizing var ekan, kichik qizing
Vay apa o deb ketdi. Telefondan qiling, unda qiling, sen xiyolingda shu asang video qilsa, men video qilmadim, ovozingni olmadim, ishim qilmadim. Ammo live'dan men jonli yayib beryapman. Men deb qo'yay deb. Dunyodagi Uyg'urlar, muhojiratlik Uyg'urlar bizning qanday zulm uchrayotganimizni, qanday tahdid uchrayotganimizni bilsin deb. Ma dunyodagi bütün Sharq Turkiston Uyg'ur Cumhuriyetining Uyg'urlarning mustaqilligini xohlaydigan insonlar nayt sagak turinglar. Bugun bizga kelgan bu ish har biringlarning bishig'i keladi. Nayt diqqatli bilan, nayt sagaklik bilan hushyor turinglar qarindoshlar. Menga bir ish bo'lib qolgan kuni bütün dünyadaki Uyg'urlar, bütün dünyadaki muhojirat yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlar mening mushu videomni saqlab qo'yib ko'z tutinglar. Munosabatli o'rinlarga. Bugun eng cho'ng xato ishdan birini qildi bu Madina Bovdun degan ayol. Sen kim bilan darding bo'lsa, berib demamsa. Tug'liq Hamid bilan bo'lsa, Zumrat Tursun, Zumrat Davud, yana bir nima bu. Men seninki bir nimani chiqarib sen tug'liq birimi yezibdimanmi? Yoki bo'lmasa seni bir nima debdimanmi? Demamsa shuni. Sizlarning bir yurish atrofinglardagi insonlar Bütkül muhacirat yaşayotgan Uyg'ur va vatandagi 40 million Uyg'urni indigenous kategoriyasiga kirgizayotganlar kim? Mush ishni qilgan, ashlinga imzo qo'ygan, qalam tavratgan, Uyg'urlarning mustaqilligini ancha pulga setayotgan, hatto dunyo Uyg'ur qurultayim bor buning orasida. 500 ming dollarga setayotgan mush insonlarga berib isilib, "Ma Uyg'urningki nimasi setitsa" deydigan yerda turdi. Biz mustaqillik davası qilib, ma ishinglar xato, ma ishinglardan yeninglar, ma ishinglar Uyg'urlarningki yo'qolib ketishiga sababchi bu degan insonlarni hamda qo'pib kelib, anda qilma. Qulonlardan shu kelimda sizlarningki. Hamda o'zinglar oldiga chiqib, o'zinglar birmi deyolmay, xotininglarni chiqarib qo'ydigan bo'libsizlar-da oldiga, Falanchining qishig'i va pustanchining qishig'i deb. Degina, Madina Bovdun seni kim meni oldimga akagizdi? Kim akagizdi seni? Ben seni tanımayman, uqdingmi? Sening eringni mi tanımayman? Ben sana deb qo'yay. Hech qaysini tanımayman deb qo'yay. Men tunagan yozdim. To'liqninki nasigan kastimni. Butkul Uyg'urningki mustaqilligini satgan, mustaqilligini bir punga og'isiz qilgan, davlat qurishiga putlik qasham qilgan har qanday inson, mayli sen falan narsaning raisi bo'l, nim bo'l yoki agashchi bo'l, kim bo'l? Bunday insonlar o'lib ketsa, bularning namozini tushirish bo'lmaydi dedim. Men dedim shu gapni. Tushirishga haqiqatan bo'lmaydi. Haqiqatan bo'lmaydi. Uyg'urni satgan, Uyg'urga munofiqlik qilgan, Uyg'urning vatanini, Uyg'urni qo'shib setivatgan har qanday Uyg'ur tilli Xitoyning odamlarini Uyg'urga ziyonkashlik qilgan bunday insonlarni mayli sen qanchalik go'zal inson bo'lib ket, nim bo'lib ket, sizlarning namozinglarni tushirish bo'lmaydi. Çünkü bu mening gapim emas. Allah ve Allah'ның Rasuli. Qala ve qala Rasulullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki hadis şeriflerde bu kelgan narsa. Biz şunu deb qo'ydik. Biz deymiz uni, har qanday deymiz. Bundan mi deymiz? Şahsen men tushamayman inshaalloh. Amerikadagi Uyg'urlar, men yaxshi anglanglar. Amerikada men hech kimga bir yomonlik qilmadim. Hech qaysinglardan bu yerda meningki asosan 96-97% Uyg'urlar bilan meningki munosabatim, aloqam yaxshi. Sizlarga bir yomonlik qildim. Menga yomonlik qilganlar, menga ziyonkashlik qilganlar o'zlari nayt yaxshi bildi. Ishdan chiqqan ko'ngilga tayin degan gap bor. Mushu insonlar o'lib qolsa, har qanday imom, har qanday millatdan bo'lgani bilan bularning namozini ushlashi gunohkor bo'ldi. Shaxsan men tushamayman. Men birinchi bo'lib bayroq chiqarib qo'l ko'tarayotgan men bularning namozini tushamayman inshaalloh. Alloh bilan qasamki. Tarab qol mening masjidimga qoldigan ish bo'lib qolsa-mu, men
masjiddan chiqib turma. Yoki deb qo'yman. Ma insonlar bizning bundan narsamizga ziyonkashlik qilgan musulmonlar bu insonning namozini tushirish qilmaydi. Nega pasapasında. Onun için düşüremem de o özünün işi. Ama benim deb qo'yish majburiyatim bor. Bu bir qarindoshlar. Undan keyin bu Madina Bovdun degan ayolninki bish ish qoldimi? Bularning derdi nima uni men bilmadim. To'g'liq Hamid bilan bir ilm berimlar bormi yoki To'g'liq Hamiddan apbulanmagan uchini To'g'liq Hamidninki do'stlig'i bor. Har birini takip qilib mushlarga biz hujum qilamiz yoki mushlarni birimi deymiz deb keldimi? Unda deb kelgan taqdirdimi? Meningki qo'ngimdan qirib kelib qolmay boy dedim bu qarindoshlar. Mening hech qanday bir nimam yo'q. To'g'ri, To'g'liq Hamid inimiz meningki Facebook'imning do'stligi bor. Ben ba'zi buning narsasini share qilaman. Asasen bunun qilgan namoyishlarning hammani asasen men 100% demesem 98% share qilib bununla destek verdim. Bu inimizmi alhamdulillah başkalarının nima desa desin o'zining ishi. Bu bir siyosetchi bo'lmasimi? Hali bir avangard oldida mengayotgan aktiv bir aktivistlarninki birsi. Ata-onasining davosini qilish bilan birga Sharq Turkiston Uyg'ur Jumhuriyatininki davosini yondashtirib ketib qolgan o'zining qanchalik bilgan narsasini butkul mojaratdagi Uyg'ur xalqi bilan Sharq Turkistonlik Uyg'urlar bilan paylaşıyotgan bir aktivist qarindoshim inimizning birsi. Agar bu Madina Bovdun degan ayolninki, Umar Qanotlarning ya boshqalarninki bu Hamid To'g'liq inimiz bilan bir majrasi yoki bir narsa bo'lsa, marhamat, shu Shvetsiyaga biletini iliblar, ussanglar pasportingni bo'lgandan keyin. Ashto qo'limda namoyish qilayotgan ashada topsizlar. Yoki bo'lmasa telefon nomerini bir yerdan topamsizlar, berib ko'rishib o'zinglardan meni oldim kelmanglar, okey? Meni oldimga kelib, uni buni deb, palonchi bilan sen do'stkansan, pustanchining narsasini share qildikansan, paylaşdikansan, chiqirdikansan, uningdan keyin inkas yozdikansan, uni tillaydikansan, buni tillaydikansan. Bizning mustaqilligimizga putlik ashon bo'lgan insonlarning hammani supurib tashlaymiz inshaalloh. Tillaydigan yerda tillaymiz, chiroyli gap qildigan yerda chiroyli gap anglatamiz. Anglamasa ishingni qil deymiz, gap qilmaymiz, cho'riytimiz, tashlaytimiz. Bu insonlarni biz bir tiyinga olmaymiz. Mana qo'yay. Ham Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilayotgan mayli aktivistlar bo'lsin, shaxsiylar bo'lsin, tashkilot kirmagan insonlar bo'lsin, mustaqil tashkilot, Uyg'ur tashkilotlari bo'lsin, hukumatlar bo'lsin, Uyg'urning mustaqilligini umid qilamiz deb mustaqillik da'vosi qildi ekan. Ularning hammasi mening og'inam, mening do'stim, mening inim, mening ukam, mening qarindoshim. Ta mustaqillikdan yinivog'icha. Mustaqillikni yinivog'anda biz tonimaymiz ularni. Unda bo'lgandan keyin sizlar shularning qishig'i beringlar. Sizlar bilan bir narsa deyishgan shu insonlarni. Madina Bovdun. Sen shularning qishig'i bor, To'g'liq Hamidning qishig'i bor. Meni oldim kelmay. Uqdingmi? Sen bilan mening hech qanday munosabatim yo'q. Sen kelmaydigan yerga kelib, Xitoyga kelib, usib solding, Xitoyga kelib, jidal chiqarib, o'zingning kursini tugib ketding. Uqdingmi? Shaxsan men seni yo'lda ko'rib qolsam, salom qilmayman, gapmi qilmayman. Burundim shunda aytdim. Unda bo'lgandan keyin shu burun qaltinglarni saqlab yuraversanglar bo'ldi. Bu yerga kelib men bilan uni buni deyishib, men o'jiq bir narsa demedim. Ama yo'qlar ishimni ortma chiqarmaydim. Ko'zim tushdi deb qo'g'ildim seni. Okey? Sening amma ayliqi senmi imommi, sening chiroyingda nur degan narsa bormi, bu degan gapimga mening kulgim keldi. La havla va la quvvata illa billah. Qattiq kulvatdim, ammo dahshat. Hozir o'ylasam kulgim keldi. Namoz o'qimaydigan, hech qanday bir islomiyatdan bir xabari yo'q. Ashunda insonlarningki chiroyidan shu ishparning nuri yig'ib turdi ekanda, sanchi o'g'anda. Bizniki qara mana kunda 5 vaqt tarat og'achqa ma ekrandimi? Par paqirayotdi mushtapti mana shu. Nur degan mushu inshaalloh. Nurun ala nur deymiz buni. Nurning ustiga nur deydi. Qur'oni Karimdagi oyat. O'qib beray qarindoshlar, anglab qo'yinglar.
Sana deydigan gepim muşunchak olsun. Madina Bavudun. Senin dadın men emas, To'liq Hamitni izlab berib. Meni oldim kelmay. Tushundingmi? Yoki bo'lmasa bak deyishganlar bo'lsa, men boya degandek, Nuri Turkiya yana bir nima u bu deganlar bormish hadi bak cho'ng, ajoyib cho'ng o'tgan insonlar ashlar. Ashlar bilan butkul Amerikadagi 10 ming Uyg'urni imzoni yig'ib, meni bir tutturinglar, turmaga solanglar, apirib. CIA'ga chiqinglar, FBI'ga chiqinglar. Hammamiz gerçekni bir anlatib boqaylik. Undan keyin butkul muhojiratdagi Uyg'urlar bunga qanday inkas bildirdi, qanday nima qildi, shuni shu vaqtda ko'raylik. 5-6 aydan aldım o, kelgen bir neçesi meni aldım o. Andak büyütümüz, saqçıq verimiz, yeni bir mıqlımız olur. Ben beğen şu vaxt canlı yayını. Seni meni aldımga birisi evetti, bu iniq. Madina Bavudun, mani bilip qal. Şundan mı? Ben sana şunu yakıp koyayım. Qarindoshlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ma keşoganda sizlarninki, ba'zinglarninki sal araminglarni buzib qo'ydim. Bugun mush ahvollar meningki masjidimda, ya'ni Sherligate masjid, Virginiyadagi eng cho'ng masjid. Men bu yerda ikkinchi qo'l imom, ya'ni bizning bosh imomdan qolsa men. Bu yerga Umar Qaranton ayoli Madina Bavudun kelib, jidal chiqarib, vari tang qilib, sal aramimizni buzib, undan keyin ketdi. Bunday insonlar davomliq shundaq o'zininki nimasini boshqalarga shundaq ortida uyligini. Shunga qarindoshlarninki bugun ma ishdan vaqt bo'lib qolish uchun men ma videoni chiqardim qarindoshlar. Shunga butkul muhojiratdagi qarindoshlarninki ma'noda vaqt bo'lib qolishini umid qilaman. Yana birsi salochilar bo'lsanglar eng yaxshi to'xtab qilinglar. Telefon qilib menga ani o'chirib, meni bundaq qil, sendan kechirim so'rasin, oqqsin, ko'qsin, ey, Bilal aka o'qimay inin kap qapti u bu deydiganlar bo'lsang, men Amerikadagi yoki boshqa davlatdagi hamma qo'ng'ani qisib olmasan, ona qo'yibdingmi? Bu sen men bilan do'st bo'lamsan yoki qanday bo'lamsan, uning bilan mening ishim yo'q. Sening oldinga kelmagandan keyin ishing bo'lmasin. Şuna ben Amerika'daki salaçı ufka ağinlerim, aka ağinlerim avar bulmanlar telefon kılıp. Cuma? Manım dep koyayım. Kim hatalıqını qilgan bo'lsa, kim nacharlıqını qilib, kim kep bizninki meyada aramimizni buzgan bo'lsa, şunun ko'ngliga tayin shular bilsin. Bu insonlar yana boshqalarni esa, "Voy biz xato qilib qopdik, kechirim so'raydik, u bu" debmi avar bo'lmanglar. Sizlarni Allah xolis kechirsin, xolis kechirdi, xolis kechirmaydi. Men kechirmayman inshaalloh. Kechirmaydigan nurg'un insonlar bor, gap qilmayman. Men dedim-ku. Kechirmaydigan insonlarni kechirmaymiz. Ma'lum abdağını bilinglar. Şuna salachilar to'xtab qilinglar joyinglarda, issiq to'xtab qilinglar. Sizlar bilan agar normal munosabatni saqlab qolmay, Bilal Ibrahim Turkistoniy bilan desanglar, to'xtab qilinglar. Bo'lmasa telefon qilmanglar. Telefonunu almayman birinci. Cevap vermeymen. Voicemail qaldarsangmi, voicemailni anglab qo'yib, cevap vermeymen ona senga. Chunki Madina Bavudun kelib bugun bu yerda menga zulm qilib ketdi. U zulm degan tayoq to'qmoq bilan yoki bo'lmasa qoral bilan yana bir narsa til bilan qilib kelib zulm qilib bu yerda jo'da chiqarib ketdi. Ma'ni bilib qilinglar qarindoshlar. Tutinglarmi? Ben bularning uyiga berib yetib olmadim, yana bir nima qilmadim. Men ama masjidimga kelib, mening ish o'rnim bor. Men qonunliq miyada. Shunga meni bilib qilinglar qarindoshlar. Men shunday qo'ymoqchi. Unda olsa qarindoshlar, hammanglarni Allohga topshirdim, salomat bo'linglar. Bizga bir ish bo'lgan vaqtda butkul dunyodagi mustaqillikni da'vo qilgan Uyg'urlar o'rninglardan turib bizning haqqimizda ikki og'iz gap qilishni unutib qolmanglar inshaalloh. Chunki biz qanday bo'lmasin Uyg'urning mustaqilligi uchun turgan insonlar, ham biz musulmon. Biz ma kaynimizdagi ma bayroqqa, ay yulduzli ko'k bayrog'imizga yuz kelmaydigan ish qilmadik. Yana bir gap, men hozirgacha harom yemedim.
Ben marketlardan yebeye kiriplam, haram soyulgan toqo go'shi, kalla go'shi, qo'y go'shi, uni buni uzil kelgan hep yemeymen. Halal marketlardan hep yeymen elhamdülillah. Ben bu vatan milletini sitip pulga to'ymagan insonlardek boy bo'lib ketmasammi, normal ishlab boshqalarga beqinib qolmay elhamdülillah o'zim mumkinni o'zim olib ketib borman Alloh xolisa. Navada taraf qolmang bir ish chiqib qolsa, Xudoyim u kunni bo'lmaydi-ku. Agar shunday bo'lib qolganda, butkul dunyodagi men Uyg'ur mani bilib qilinglar. Mani esa shohid bo'linglar bugun. Mening video shohid inshaalloh. Men bu videoni uchratmayman. Saqlab olinglar. Taqtinglar. Ko'rsin mani mujohid Uyg'urlar. Qism bular dushmanligini bizga. Qism bular bizni apirib atsin, o'ltasin, solatsin inshaalloh. Görüşürüz Uyg'urlar bilan ko'rishimiz inshaalloh vaqti kelganda. Bizning hech qanday narsani qo'rqinchligimiz yo'q. Biz rahat bo'lishimizning tek sababi qarindoshlar. Biz vatanimizni satmadik. Sharq Turkiston tuproqining zaminini, vatanini satmadik. Uyg'ur millatini setib yashamadik. Alhamdulillah hozirgacha. Mening oilamdan satqun xoin chiqib boqmadi. Mening oilam lagerda 6 yil bo'lib qoldi mana. Hech qanday xabar yo'q. Chiqdimi, chiqmadimi, o'ldimi, o'ltiratdimi? Belki çıkan takdirde mi ular bilan biz görüşemeyiz baribir. Hech kim qilib bermaymiz. Shunda holat yashayotgan insonning birisiman. Shunga butkul dunyodagi muhojirat yashayotgan 3-4 million Uyg'urning ichida hammasi xoin bo'lib ketmadi. Hammasi setilib ketmadi. Hammasi vijdonsiz bo'lib ketmadi. Hammasi e'tiqodsiz bo'lib ketmadi. Hammasi g'urursiz bo'lib ketmadi. Hammasi qo'rqinchoq bo'lib ketmadi. Bizning kaynimizda turdi inshaalloh bu insonlar. Birinci Allah, ikinci Amerika hükümeti, üçüncü Mao qarindoshlar. Kim o bular? Meni aldım kelib bu Medina bovdan kim o bu? Meni aldım kelib bu mening ishlowatga o'rnimda jidal chiqarib, uni buni qilyapsiz. Buning dadi to'g'li xamitimiz demamsa berib. Kep menga Bilal Ibrahim Turkistoniy esilgicha. Sen men pulingni qashlab qo'ydimmi? Bir nimani ev oldimmi? Sen meni sallaydigan bu qilgan kim o'san? Sen meni Muşalansa imam olsun çırağında nur degandan cho'qqa bo'ladigan sen kim o? Sening salohiyatің var mı sening meni müştari deydiganqa? Sen o'zingning chirog'iga qarab baqasan chirog'ingda bir nur emas. Nurniki bir sunuq bormiga qarab baq aynakka. Sen xiyolingda 115 kilo may bilan maylab olsam mening chirog'im hamidun nurliqda bo'lib qolgan o'xshamsa. Senin bir yerkilik jidal chiqarishing qonunsizlik. Dadang to'g'ri xamat o'sishini izlaysan, kap Bilal Ibrahim Turkistonni ma'no islamaysan, bu qonunsizlik. Üçüncüsü Facebook şirketining emas, Facebook şirketini sen ochmagan, men nimani chiqarib, nimani chiqarmayman, buni yaxshi bilaman. Nimani paylaşmayman, nimani paylaşmayman, bu mening o'zimning shaxsiy ishim. Sening palanchining to'g'liqsining do'stingkan, palanchining nimankan, sen onu deydikensen, bunu deydikensen. Sana bunda deydiken salayetliğim yok. Hemmisi küç gilinmaydiğin gepler. Dörtüncü saq çakırıma qarab dur, çakırıp gelme o bu. Çakır şu saqçağını. Sen bana teklif kıvatamsa, bu tekliflerini ben qo'yib qo'ymayman. Sana bu kıvatkanın threaten. Bu ketim yeni kep kalsam, saqçını ben çakırmayın inşallah. Bana bilip qo'yinglar qarindoshlar. Zulüm degan qarindoshlar men deb qo'yay. Zulüm bir tuproqni besvilib, u millatni o'ltirish bilanmi bo'ladi, avtomat bilanmi bo'ladi, qurol kuchi bilanmi bo'ladi zulm. Uningdan keyin zulm kelib, mushundaq vari tang qilib, mishada qalayim qancha chiqarganning o'zimi zulm. Men zulm uchirg'uchi. Tushundingmi? Shunga bu mening haqqim deb qo'yish. Mani bilib qilinglar qarindoshlar. Unda o'zinglarni Allohga topshirdik. Salomat bo'linglar. 2022 yılı 1. ayının 31. günü bugün Medine Bovudun saat 4:20'de benim açtım gelip uşqalayım qanchaliqni chiqadi. Şahit o'qilinglar mana qarindoshlar. Hammalarni Allohga topshirdim. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Allohga emanet.